Assalomu alaykum. Men Shomulo muhitida yashovchi Nurulloyev Baxtiyor o'g'li. Uyda chorvachilik bilan shug'ullanaman. Chorvachilikni yanada rivojlantirish maqsadida kredit masalasida murojaat qilyapman. Necha ming kredit olasiz? Endi kredit 17 million. 17 million yetadi. Yetadi. Nechta chorvamiz bor? Hozir 4 ta bor. Oziqa bazasi ham bor, ha? Oziqa bazasi ham bor. Sizga aka mening mahallam dasturi asosida 17 million so'm kredit ajratib beramiz. Navbat asosida shu chorvani